Assalomu alaykum, rasmiy xabarlar bilan tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent metropolitenida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati hamda infratuzilmadan foydalanish samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari, aholishunoslik jamg'armasi ijrochi direktori Diane Keytani qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjonning Sokar kompaniyasi bosh direktori Ravshan Najav hamda British Petroleum kompaniyasi rahbariyati Ariel Flores va Giovanni Cristofolini qabul qildi. Davlatimiz rahbari tashrif bilan mamlakatimizga kelgan Braziliya Federativ Respublikasi tashqi ishlar vaziri Mauro Vieirani qabul qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish hamda chorvachilik sohasini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Prezidentimiz davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasida byurokratiyani qisqartirish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Moskva shahrida 2-jahon urushidagi g'alabaning 81 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etdi. Moskva shahridagi tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev xotira va qadrlash kuni munosabati bilan G'alaba bog'iga tashrif buyurib, matonat madhiyasi va millat fidoyilari yodgorliklari poyiga gulchambar qo'ydi. Prezidentimiz 2-jahon urushida qahramonlik ko'rsatgan ajdodlarimiz hamda mustaqillik yillarida vatanimiz himoyasi yo'lida halok bo'lgan o'g'lonlar xotirasiga ehtirom ko'rsatdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qurolli Kuchlar bosh harbiy klinik gospitaliga borib, 2-jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. Davlatimiz rahbari faxriylar bilan samimiy muloqot qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlarda jamoat transporti tizimini yanada yaxshilash va bu boradagi ishlarni jadallashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Avstriya Respublikasining Yevropa va tashqi ishlar federal vaziri Beate Meinl-Reisinger va ichki ishlar federal vaziri Gerhard Karnerdan iborat delegatsiyani qabul qildi. Bizda hozircha shunday xabarlar, dasturimizda esa mustaqillik darsi. Mustaqillik erishiladigan va bo'ldi o'zingda qoladigan xilqatni bilmaslik kerak. Mustaqillik uchun muntazam kurashiladi. Xalq mustaqilligi uchun, davlat mustaqilligi uchun har tug'ilganki odam kurashga tushishi kerak bo'ladi. U bo'ldi, biz erishib bo'ldik, bu yog'iga endi faqat erkin va hur yashaymiz degani emas. U mustaqillikni albatta endi qo'pol qilib tushuntirsa, bir uy qilsangiz ham uni qo'llab-quvvatlab, rag'batlantirib turasiz-ku, u uyda har zamon yangilab turasiz. Xuddi o'shanday xalqning mustaqilligini avlodlar kelayotgan avlodlarga o'qitirib turish kerak. Yaqinda bir kitobi chiqdi, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha monumentda nimalari ham kiritilgan. Bunday olsangiz egalari desak ham bo'ladi, sohiblari desak ham bo'ladi. Andijonda voqealarda Bahrom Jo'rayev degan bir yigit olamdan o'tgan. Biz qatori edi. 2005-yilda men shu bolaga atab she'r yozganman. Bunday olsangiz do'stim edi, hozir u ham 50 ga yaqinlashib qolgan bo'lardi. Farzandlari bo'lardi ehtimol uni ham. Lekin ulardan hech narsa qolmadi. Onasini qo'lida o'sha bitta berilgan orden qoldi. Bu vatan uchun olamdan o'tib ketdi. Yashashi mumkin edi ular ham. O'shalarda jonlarini evaziga mustaqillik bugungacha saqlanib turibdi. Xalq mustaqil bo'lmasa, u xalqligini anglay olmaydi. Bugungi kelayotgan avlodlar ham shu narsani anglashi uchun mustaqillik doimiy muntazam kurashlar evaziga, muttasil kurashlar evaziga saqlab turilishini, asrab turilishini anglab yetishi uchun o'sha monumentlar menimcha yaratildi deb o'ylayman. Ota, she'r azobi uyg'otdi meni. Yuragimga ko'chdi ufuqlar tusi. El degan mushfiq so'z ulg'aytdi meni odam qildi millat qayg'usi. Yovga bermagayman e'tiqodimni, bir kun avrasa ham ko'rinmas xalqqa. Lekin bu olifta so'zlarim bilan nafim tegarmikan shu mungli xalqqa. Chorlamasmi meni kibor davralar, ko'ksim olovlari o'chmasmi yana, men bu davralarda shohona yursam, osilgan chorig'im qilmasin ta'na. Bir kun vatan deya yuksalsa ruhim, xalq desam boshimga tig' kelmasidan, ota tuproqlaring eslarmi meni,
vatan o'chirmasin xotirasi. Ma'naviy hayot, tarixiy falsafiy, ma'naviy ma'rifiy, ilmiy ommabop jurnalining bu yilgi sonida muallif Sobir Jumayevning Sarmissoydan mengacha maqolasi e'lon qilindi. Unda O'zbekiston davlatchiligi tarixidagi bemisl madaniy hodisa, O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazidan o'rin olgan noyob eksponatlar, artefaktlar, yurtimizga xorijiy davlatlardan olib kelingan madaniy boyliklar, ularning ma'naviy ahamiyati xususida so'z bordi. Markazdagi Sarmissoy qoyatosh suratlaridan bugungacha bizning davrgacha bo'lgan yo'l har qanday yo'lovchini xoritadi. Ammo bu horg'inlik zamirida juda katta hordiq ham bor. Bu faxr g'ururga, o'zlikka qaytish, o'zini tanish, tafakkur etish hordig'idir. Muallif o'z maqolasida Renessans davrlari aks etgan ko'rgazma zallarini tomosha qilib, ular asosidagi taassurotlarni katta ishtiyoq va quvonch bilan, shuning barobarida tahlillar asosida ifoda etgan. Markazning Yangi O'zbekiston, Yangi Renessans ekspozitsiyasi har bir tomoshabindan alohida e'tibor talab qiladiki, bunda mamlakatimizda so'nggi 9 yilda amalga oshirilgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ma'naviy ma'rifiy islohotlar, erishilgan yutuqlar, tashqi va ichki siyosatning ustuvor yo'nalishlari yoritib beriladi. Nodira Ofoqning ma'naviy hayotda e'lon qilingan avvalgilarga o'xshamas maqolasida esa yozuvchi O'lmas Umarbekovning qiziga yozgan maktublari asosida qadriyat, uyat, or-nomus, kamtarlik, mehr-oqibat kabi ezgu tushunchalar, biz uchun ardoqli bo'lgan qadriyatlar xususida sun'iy intellekt bilan suhbati e'lon qilindi. Bugungi kunda eng ko'p xavotir uyg'otadigan jihat ba'zi absolyut qadriyatlarning nisbiylashib borayotganidir. Oila muqaddasligi ko'pgina jamiyatlarda oila instituti inqirozga yuz tutmoqda. Nikohga mas'uliyat emas, balki vaqtinchalik kelishuv sifatida qarash kuchaygan. Shuningdek, qaltis savollarga nozik javoblar turkumidan maqola, ilm borasidagi mulohazalar, xususiy tafakkur jumbog'i, odamzod bor-kuki talqini ming xilda. Adib Murod Muhammad Do'stning ijodi va faoliyatiga nazar tashlandi. Shuningdek, ma'naviy hayotdan boshqa qator ilmiy ma'rifiy yo'nalishdagi maqolalar ham o'rin olgan. Davlat tashkilotida ishlashni istaysiz, ammo suhbat jarayonidagi savollar siz uchun qiyinchilik tug'diradimi? Endi bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Suhbatga oldindan tayyorlanish uchun sizga yetarlicha imkoniyat yaratilyapti. Endilikda yoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish uchun suhbat bosqichida beriladigan savollar va topshiriqlar davlat organining rasmiy veb-saytida kamida 1 oy oldin e'lon qilinadi. Shu vaqt oralig'ida e'lon qilinmagan savollarni nomzodlarga berish taqiqlanadi. 1-iyuldan yoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish jarayonlarida yagona yondashuvni ta'minlash bo'yicha bir qator tartiblar belgilanadi. Amalda ko'plab yoshlarni ishga joylashish uchun suhbatga borganida aynan jarayon davomida ulardan ish staji talab qilish haqida xabar topishadi. Tajriba yetarli emasligi esa ko'pincha ishga qabul qilinmaslikka sabab bo'ladi. Bu boradagi tartiblar qayta ko'rib chiqilyapti. Yangi tizimga ko'ra, ichki tanlov o'tkazilmaydigan hamda nomzodlardan ish staji talab qilinmaydigan lavozimlarning alohida ro'yxati shakllantiriladi. Shuningdek, tanlovlarni o'tkazishda nomzodlarga nisbatan ko'pi bilan 2 yil umumiy va maxsus ish stajiga aloqador bo'lgan talablar qo'yiladigan lavozimlar ro'yxati belgilanadi. Bu esa yosh mutaxassislar uchun davlat xizmatiga kirish imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan hamda zamonaviy kasblar reyestri shakllantiriladi. Reyestrga kiritilgan kasblarda o'qigan yoshlarning kasbiy ko'nikmalarini baholash, ya'ni milliy sertifikatsiyalash tizimi joriy qilinadi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan davlat ta'minotidagi oilalar va kambag'al oilalarning farzandlariga o'qish va imtihon xarajatlari hamda kambag'allik chegarasidagi oila toifasiga kiritilgan oilalarning farzandlariga imtihon topshirish xarajatlari Yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan qoplab beriladi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan davlat xizmatchilari faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator loyihalar hayotga tatbiq etib kelinmoqda va jarayonlar ham davom etmoqda. Hurmatli davlat xizmatchilari, bu yerda sizning faoliyatingiz, dam olishingiz, hordiq chiqarishingiz, umuman sizning xizmat faoliyatingizga taalluqli bo'lgan juda ko'p masalalar muhokama etiladi va hayotga tatbiq etiladi. Biz hozir loyihalar ofisidamiz va o'zingiz guvohi bo'lganingizdek jarayonlar qizg'in davom etmoqda. Davlat xalqchiligini mustahkamlash bo'yicha loyihalarni muvofiqlashtirish bo'limida ish qizg'in. Ayni paytda siz loyihaning taqdimot jarayonlariga guvoh bo'lyapsiz. Biz esa mana shularni kuzatamiz.
Loyihaning ahamiyati jamiyatimizda tutgan o'rni aynan davlat xizmatchilarining xizmat faoliyati va shaxsiy hayotidagi ahamiyati diqqat markazida. Biz mana shu loyiha tadqiqotida ijtimoiy so'rovnomalar o'tkazdik. Mana shu so'rovnoma natijalarida chiqqan muammolar va vazifalardan kelib chiqib, mana shu loyihani biz demak tizimli amalga oshirmoqdamiz. Qolaversa, bu borada rivojlangan davlatlar tajribasi qanday? Biz Germaniya, Shvetsiya, Fransiya, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlarning tajribalarini o'rgandik va mana shu tajribalarni O'zbekistonga tatbiq qilish bo'yicha ekspertlarimiz bilan hamkorlikda ishlarni olib bormoqdamiz. Maqsad bugun yurtimizda prezidentimiz tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan islohotlarning samarasini ta'minlash, inson qadri ma'naviy kamolotiga xizmat qiluvchi omillarni aniqlash va ularni samarali tatbiq etish. Shvetsiyaning Lund universiteti ekspertlari bilan ham hamkorlikda ishlamoqdamiz. Ular bizga mana shu tadqiqotni o'tkazishda yaqindan yordam berib, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan hamkorlikda mana shu proyektlar amalga oshirilmoqda. Kameramiz obyektivida Shvetsiyaning Lund universiteti tadqiqotchisi Dilaver Hamzayev. Xo'sh, Shvetsiyada davlat xizmatchilarining ish va dam olish madaniyati qanday? Bu yerda davlat xizmatchisi bo'lish bu katta imtiyoz emas, balki mas'uliyat sifatida qaraladi va belgilangan va berilgan mana shu mas'uliyat ma'lum bir vaqt davomida amalga oshiriladi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, Shvetsiyada davlat xizmatchilari uchun ish faoliyatini olib borish qat'iy ravishda belgilanib qo'yilgan. Soat 5 bo'lgandan keyin har bir shved davlat xizmatchisi o'z kompyuterlarini o'chiradi, ish kunini yakunlaydi va o'z xonadoniga ravona bo'ladi. Fika deganda bu shved madaniyatlaridan biri bo'lib, shunchaki kofe ichish yoki ovqatlanish emas, balkim jamoaviy muloqot, yangi g'oyalarni almashadi, kutib turayotgan rejalar, kutib turayotgan qiyinchiliklar va undan tashqari ish faoliyatida mavjud bo'lgan qandaydir to'siqlarni yengish uchun birga fikr almashishadi. Xo'sh, loyihaning bir qismi bo'lgan Shvetsiya tajribasidan nimalarni o'rganish mumkin? Sohada maosh yoki texnologiya qanchalik muhim bo'lmasin, asosiy kuch bu insonning ichki dunyosi va ma'naviyati ekan. Shvetsiyada mutolaaga bo'lgan, ya'ni kitobga bo'lgan munosabat yoshlik davridan boshlab shakllanadi. Haftada 2 ta kitob o'qimasa, uning kuni yoki uning haftasi maktabda samarali o'tmagan hisoblanadi. Suhbatimizdan amin bo'ldikki, Shvetsiyani dunyoning eng korrupsiyasiz va baxtli davlatga aylantirgan mezon dunyoni o'zgartirish uchun avval o'zingdan boshla. Oddiylik, tartib va kitobga muhabbat. Xulosa o'zingizdan. Nimaga ayrim so'zlarda qo'shimcha qo'shilsa harflar o'zgartirib yoziladi? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Asosiga qo'shimcha qo'shilish natijasida so'zda ayrim unli va undosh tovushlar tushib qoladi. Bu tovush tushish hodisasi deyiladi. Asosan unlilardan a, i, e, u, undoshlardan t, n, qo'sh undoshli so'zlarda esa s, l, m kabi tovushlarda kuzatiladi. Masalan, burun so'ziga i qo'shimchasi qo'shilsa, burni so'zi hosil bo'ladi va so'z fonetik o'zgarishga uchraydi. Yoki sust so'ziga ay qo'shimchasi qo'shilsa, susaymoq fe'li hosil bo'ladi. Shahar so'zi ham xuddi shunday. Bu so'zga im qo'shilsa, shahrim so'zi hosil bo'ladi. Ayrim so'zlarga qo'shimcha qo'shganimizda tovush ortadi. Bu hodisa yozma nutqda unlilar bilan sodir bo'lmaydi, faqat undosh n, y tovushlari ishtirokida kuzatiladi. Masalan, mavzu so'ziga im qo'shimchasi qo'shilganda mavzuyim so'zi hosil bo'ladi. Bunda y tovush ortadi. Yoki shunga so'zi misolda ko'rishimiz mumkin, shu o'zagiga ga qo'shimchasi qo'shilish natijasida n tovushi ortadi. So'zlarga qo'shimchalar qo'shilish natijasida bir unli yo undoshning boshqa unli yo undosh tovushga almashib qolishi tovush almashish hodisasi deyiladi. Masalan, dovrug' so'ziga i qo'shimchasi qo'shilsa, dovrug'i so'zi hosil bo'ladi. Yoki yurak so'ziga ham i qo'shimchasi qo'shilsa, yuragi so'zi hosil bo'ladi. Bunda k, g harfiga almashadi. Boysun. Tirik tarix. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan urf-odat va milliy an'analar maskani. O'ziga xos betakror hudud sifatida ma'lum. Bu zamin qadimiy qadriyatlar, xalq og'zaki ijodi, marosimlar va udumlarning asrlar davomida saqlanib bugungi kungacha yetib kelganligi bilan ham ahamiyatli. Boysun tumanida
Boysun bahori xalqaro folklor festivali o'tkazilmoqda. Darhaqiqat mazkur festival UNESCOning insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadi. Festivalda 30 dan ortiq xorijiy davlatlardan kelgan folklor jamoalarining 150 ga yaqin ishtirokchilari o'z san'ati va milliy an'analarini namoyish etmoqda. Festival doirasida bunyod etilgan O'zbekiston umumiy uyimiz shiori ostidagi pavilyon alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur maskan mamlakatimizda hukm surayotgan millatlararo totuvlik, o'zaro hurmat va bag'rikenglik muhitini yorqin ifodasi sifatida festival ishtirokchilarida katta taassurot qoldirmoqda. O'zbekiston 100 dan ortiq millat vakillarini bag'riga olgan ochiq mamlakat. Hamma xursand, hamma birgalikda bayram qilmoqda. Taklifingiz uchun Thank you for the invitation. Boysunda Boysun bahorini bo'lishi bu folklor etnik qo'shiqlarimiz, etnik raqslarimiz butun dunyoga tanilishini juda istaganmiz. Bu bardavom bo'lishini xohlayman. Hududda bunyod etilgan axborot kutubxona markazi faoliyati bilan tanishildi. Bu yerda nafaqat o'zbek xalqini, balki rus, turkman, Ozarbayjon va boshqa tojik millat vakillarining barchalari uchun mana shu yerda bir foydalanib, o'qib, ma'naviyatini, ma'rifatini boyitish uchun, bilimlarini boyitish uchun juda katta ishlar qilingan. Mana Avlod mahallasiga tashrif buyurdilaring. Mahallada gilamchilik bilan shug'ullanadi ayollar. Bu yerda o'sha jum matolardan, paxta matolaridan foydalanishadi. Kelajak avlodga shu o'zimizning turkman odatlarimizdan bo'lgan gilamchilik kasbini o'rgatib kelyapman. Naqadar bu yerda emas, men Xorazmda ham, Qoraqalpoqda ham, hamma tumanlarda ham 8 ta tumanda mashhurni ochib o'rgatib kelmoqdaman. Bu kashtani o'ziga xosligi nimada? Kashtani xosligi bu har bitta kashtada bilasizlar o'sha yurtni, o'sha joyni ornamentlari bor, o'sha tabiati bor. O'sha kelinchaklar tikkanida balkim g'ami, xursandchiligi ifoda etilgan. Mana shu opalarimiz birga hammasi tikishdi. Avloddan avlod bilan momalari ham tikishgan, katta momalari ham tikishgan. Bugungi kunda qizlari ham tikishadi, nevaralari ham tikishadi. Muxtasar qilib aytganda Boysun bahori turli millatlarning madaniy merosi, milliy san'ati va urf-odatlarini bir maydonda uyg'unlashtirib, o'zaro do'stlik va madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qildi. O'tgan safar biz komplekslardan qutulish mavzusining ikkinchi bosqichi taqqoslash tuzog'idan chiqish haqida gaplashgandik. Bugun esa o'ziga bo'lgan ishonchni poydevorini quradigan eng muhim bosqich kichik g'alabalar strategiyasi bosqichi haqida gaplashamiz. Ko'pchiligimizning xatoyimiz birdaniga katta marralarni ko'zlashimizda. Masalan, bir oyda ingliz tilini o'rganaman yoki ertaga boy bo'lib uyg'onaman kabi maqsadlar qo'yamiz. Maqsad juda katta bo'lgani uchun miya stressga tushadi. Kortizol miqdori oshadi va himoya reaksiyasi sifatida bizni harakatdan to'xtatib qo'yadi. Natijada maqsad bajarilmaydi va o'zimizga bo'lgan ishonch yanada pasayadi. O'ziga bo'lgan ishonch katta zafarlardan emas, balki kundalik kichik va'dalarni bajarishdan quriladi. Neyrobiologik nuqtai nazardan siz kichik bir ishni reja qilib, uni bajarganingizda miyangizda dopamin gormoni ajraladi. Bu esa sizga mamnuniyat va keyingi qadam uchun kuch beradi. Bugun 15 daqiqa kitob o'qishni yoki ertalab aynan vaqtida turishni reja qildingizmi? Agar buni bajarsangiz, miyangizga men so'zimning ustidan chiqdim, men uddalay olaman kabi kuchli signal ketadi. Komplekslar bu bizning miyamizdagi noto'g'ri dastur. Uni faqat mana shunday yangi va ijobiy tajribalar orqali o'chirish mumkin. Dunyoni bir kunda o'zgartirishga urinmang, balki o'z dunyoyingizni har kuni 1% ga bo'lsa ham yaxshilashga harakat qiling. Bugun o'zingizga bajara oladigan bittagina kichik va'da bering va uni albatta bajaring. Aynan mana shu mitti qadamlar vaqt o'tishi bilan sizni ulkan g'alabalarga va komplekslardan xoli bo'lgan yangi shaxsiyat bo'lishingizga yetaklaydi. Keyingi videoda biz yakuniy va eng muhim bo'lgan bosqich atrof muhitni filtrlash haqida gaplashamiz. Bizni kuzatishda davom eting.
ma'naviyat va ma'rifat markazi, raqamli targ'ibotni muvofiqlashtirish laboratoriyasi. Zaqqanazda fleshmob. Demak, biz boshladik. Men sloveniyalikman. O'zbekiston juda chiroyli diyor ekan. Liboslar Samarqand va Buxoro minoralari ornamentini eslatadi. Demak, ishtirokchilarimiz mahobatli islom sivilizatsiyasi markazi fonida namoyishni boshlashdi. Biz esa jarayonlarni kuzatamiz. Biz bilan birga bo'ling. O'zimizda o'zbek nimalar kiysa bo'lar ekan, chet elliklar havas qilib kiyyapti mana. Я тоже мечтаю сфотографировать. Мне детейки нравятся. Мне вот Men Xitoydan keldim. Bu mahalla juda qadimiy, liboslaringiz ham shunga yarasha. O'zim uchun milliy liboslar xaridiga oid biznes reja tuzib qo'ydim. G'alaba bog'i 2020-yil 9-may kuni fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan tashkil qilingan va unda mana shunday go'zal installyatsiyalar ham bor. Bu installyatsiyaning nomi nima? Bu baxtli bolalik installyatsiyasi. Bu installyatsiya o'sha Shodi Xurramlik hududida joylashgan. Bu installyatsiya Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekistonga 250 mingga yaqin bolalar evakuatsiya qilingan. Turli hududlaridan evakuatsiya qilingan. Hududimizda Shon Sharaf davlat muzeyi joylashgan. Uning tepasida 301 ta Ikkinchi jahon urushi qahramonlari monumentlari joylashtirilgan. O'ng tarafimizda ko'rishimiz mumkin ko'z yoshi installyatsiyasi. Bu installyatsiya urush millat tanlamaydi degan g'oya asosida qurilgan. Bundan tashqari matonat madhiyasi monumenti. Bu Ikkinchi jahon urushi yillarida 5 o'g'lidan ayrilgan ayol, ya'ni Zulfiya Ayazokiyeva xotirasiga bag'ishlangan monument. 5 o'g'li shu urushdan qaytmaganligi, kelinlari bilan va nevaralari tasvirlangan. Biz ko'rib turgan installyatsiya G'alabaning 80 yilligi arafasida barpo qilindi. Xotira nuri installyatsiyasi. Bu o'sha Ikkinchi jahon urushi yillarida front ortida xizmat qilgan askarlarni xotirasiga bag'ishlangan installyatsiya. Ahamiyat bering, bu yerda mana QR kodlar bor va ularni mana shunday qilib skanerlasak barcha ma'lumotlar chiqib keladi. Sanitar poyezdlarni ko'rishingiz mumkin. Urushning dahshatli qiyofasi hududi, u yerda o'sha qiruvchi samolyotlar, okoplar, urush yillaridagi o'sha davrdagi muhit mujassam. O'sha davrdagi muhit tasvirlangan. Mana ahamiyat qarating, bu yerda mana vokzal gavdalantirilgan, temir yo'l vokzali. O'sha davrlar haqida oz bo'lsa-da bir tasavvurga ega bo'lishimiz uchun yordam beradi. Ya'ni mana shu vokzaldan onalar, yorlar o'z turmush o'rtog'ini, o'z farzandini urushga kuzatganlar. Agar muzey haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, demak, G'alaba bog'iga qaysi kunlari tashrif buyurish kerak? Har kuni muzey va bog' har kuni ishlaydi, uzluksiz, ya'ni dam olish kunisiz ishlaydi. Bu yerda tashrif buyuruvchilar ertalab soat 10 dan kechki soat 5 gacha sayr qilish imkoniga egalar. Hurmatli davlat xizmatchilari, bu yerga albatta farzandlaringiz bilan tashrif buyuring va mana shu eksponatlarni o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Zero tinchlik qanchalik ulug' ne'mat ekanini bu yerga kelib kishi his qiladi. Assalomu alaykum. O'zbek Milliy akademik drama teatrida shanba kuni soat 18:00 da Arshin Malalan, yakshanba 18:00 da Chiroylisan muhabbat spektakllari namoyish etiladi. Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali drama teatrida shanba 18:00 da Hayot eshigi va yakshanba 18:00 da esa Asl xazina namoyishi bo'lib o'tadi. O'zbekiston Davlat drama teatrida Jamila spektakli shanba 17:00 da, O'g'rini qaroqchi urdi spektakli esa yakshanba 17:00 da bo'lib o'tadi. Qoraqalpoq Davlat akademik musiqali drama teatrida shanba 18:00 da
Farzand tashvishi spektakl namoyishi kutilmoqda. Buxoro viloyati musiqali drama teatrida shanba 14:00 da Buxoroga sayohat. Samarqand viloyati musiqali drama teatrida esa shu kuni 17:00 da halollik vaksinasi spektakllari bo'lib o'tadi. Farg'ona viloyati musiqali drama teatrida shanba 15:00 da zo'rdan zo'r chiqsa spektakllari namoyishi bo'lib o'tadi. Andijon viloyati musiqali drama teatrida shanba 11:00 da oqibat, Namangan viloyati musiqali drama teatrida esa shanba 15:00 da aziz spektakllari namoyishi bo'lib o'tadi. Shuningdek, Oshiq g'arib va shohsanam spektakli esa soat 16:00 da Xorazm viloyati musiqali drama teatrida bo'lib o'tadi. Ma'naviy hordiq uchun ajoyib spektakllar tomoshasiga sizlarni taklif qilamiz. Boringizga shukr aka, yangi mashinalarimiz mo'lo bo'lsin. Yaxshi kunlarda minib yuring. Soyasida yuribmiz endi akam. Ha, baraka topsin. Xudo zo'ri yo'q aka. Kechirasiz. Ota-onamni qabrini qidirib kelgandim. Topolmayapman. Qabristonga kelmaganingizga qancha bo'ldi? 10-15 yil bo'lib qoldi. Ish, tirikchilik, yugur-yugur bo'lib xayoldan ko'tarilibdi. Esiz. Mana bu mashinani har yili almashtirsangiz kerak. Ha, shunday. Lekin 10-15 yil ichida ota-onangizni qabriga bir tup daraxt ekdingizmi? Biror marta kelib tozaladingizmi? Biz turar joyimizni oqlaymiz, bo'yaymiz, chiroyli qilamiz. Lekin oxirida keladigan joyimizni unutib qo'yamiz. Ey bolam. Faqat uyingizni emas, bir kun borib yotadigan joyingizni ham obod qiling. Ota-onangizning oxirgi manzilini unutmang. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.